haqiqatdan ishlatilayotgan nima qilishlarini. Mana baliq ov ishqibozlari. Baliq ovlash uchun mana boqim jarayoni. Xo'p, mana Neo Fishing bo'ylalari, Neo Fishing prikormkalaridan. Bahrom akani ham mana bu prikormkalari qo'shilyapti. Mana oldingi videolarimda qanaqa ishlatiladi deb so'raganlar ham bor edi. Haqiqatdan ishlatilayotgan. Nima qilishlarini mana boqish uchun tayyorlanyapti. Faqat ayamaymiz. Ayamaymiz. Mana aralashtirib, mana qilamiz. Masalan, aralashtirib, mo'l shart qilamiz. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Mana shunaqa boqimlar bilan ularni keyin partiyaga qo'shamiz. Xullas mana shunaqa qilib sharishcha qilib, jo'xorilar bilan aralashtirib, ozgina suv qo'shib, buni sharishcha qilib. Mana manba ham zo'r. Mana Olim akam yoryapti. bizda mana shunaqa qilib mana prikormkalarni mana shunaqa suv bilan qorishtirib, mana shunaqa kotletsimon qilib qo'yib, keyin suvda buni boqib yuboramiz. Xudo Aklet xolasa. qoqilashayotgan ekan. Mana shunaqa boqimlar qilamiz biz. Tavsiya qilamiz biz ham shunaqa boqim qilib sog'lom baliqni ovlashinglarni.